Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alımız. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi İşlər Ministri Salih Xudoyer əpəndining Medium.com xəbər torida 2 fevral günü İlham To'xtining Xitoy hokimiyati ostida avtonomiya huquqiga erishib, mustaqillikqa qarshi turish maydoni haqida inchki mulohiza degan temadagi bir maqolasi e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi: Uyg'urlar va Xitoy ziyolilari, shundaqla g'arbliklarni o'z ichiga olgan chet ellik kuzatuvchilar orasida Ilham To'xtining mustaqillikni tashabbus qilmaydiganligi keng turda e'tirof qilingan. U umrining ko'p qismini qo'llovchilari Sharq Turkiston Xitoy to'qinishida o'rta yo'l deb tasvirlagan Xitoy hukmronligidagi haqiqiy avtonomiyaga erishishga bag'ishlab, Uyg'urlarning mustaqillik orzusiga qarshi turib keldi. Erkin Asiya radiosining Uyg'ur mulozimat bo'limi tarafidan hozirlangan yaqinqi bir doklad Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasining boshlig'i, Dunyo Uyg'ur qurultiyi maslahatchilar hay'atining a'zosi Olimjon Inoyatning Uyg'ur akademiyasi sohibxonlik qilgan Ilham To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishning ahamiyati degan temadagi to'r suhbat yig'inida Ilham To'xtini xato holda mustaqillikni tashabbus qilguvchi, haqiqiy milliy qahramon deb madiyligini bayon qildi. Bu to'g'ri bo'lmagan tasvirlash Ilham To'xtining azaldan mustaqillikni tashviq qilmagan prinsiplarini izchil qo'llagan va uningga varislik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uningga yondosh Uyg'ur inson haqlari projekti, Ilham To'xti tashabbusi qatorliq qurilishlar, shundaqla o'zining qizi Javhar Ilhamning bayonlariga zid. Erkin Asiya radiosining Uyg'ur mulozimati kishini andishiga soladigan darajada Xitoy hukmronligida haqiqiy avtonomiyani tashabbus qilgan Uyg'ur gavdalarini o'tirg'a chiqarib, mustaqillik talab qilganlarning ovozini bir tarafga qayrib qo'yadigan bir o'rin. Bu azg'unliq muhojiratdagi Uyg'urlarning tunishini kontrol qilib, Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash ko'rishiga buzg'unchilik qiladi. Shuning bilan bir vaqtda Erkin Asiya radiosining Uyg'urcha bo'limi Sharq Turkiston sürgündü hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti qatorliq mustaqillikni tashabbus qiladigan o'rin va tashkilotlar, shundaqla mustaqillikni qo'llaydigan Uyg'ur rahbarlari va faoliyatchilar haqida doklad berishga izchil sal qaraydi. Xitoy hukmronligidagi haqiqiy avtonomiyani qo'llab, mustaqillikni ochiq-oshkora rad qiladigan Uyg'ur tashkilotlariga munosabatli kishilar boshqaradigan Erkin Asiya radiosining Uyg'ur mulozimatining bundoq kontrol qilib olishlari kutilmagan bir ahvol emas. Uyg'ur diasporasidagi Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydigan kayfiyat 2018-yildan keyingi diasporadagi yosh avlod Uyg'urlarning aktivchanligi kuchaygandan keyin qaytadan jonlanib, hokim bir siyosiy maydon qaytadan borliqqa keldi. Bu ahvol tarixdan buyon haqiqiy avtonomiyani tashabbus qiladigan Uyg'ur tashkilotlarining so'zlarini o'zgartirishga majbur qildirdi. Bundaq qilishi faqat Uyg'ur diasporasiga bo'lgan ta'siri va kontrolligini saqlab qolishdan iborat edi. Ammo o'zlarining harakati orqali haqiqiy avtonomiyani davomli qo'llab, mustaqillikni rad qilishni Uyg'ur jamoatining sirtidagi bayonlarida ifodalab keldi. Xitoy hokimiyatining tashviqot bayoni bo'lsa, Uyg'urlarning ko'pinchisi Xitoyga cho'nqur sadoqatman, vatanparvar, mustaqillik tarafdorlari bir uchun degandan iborat bo'lib, Ilham To'xti bu tashviqot bayonini yanglab, ko'p sondagi Uyg'urlarning mustaqillikni asliga keltirish orzusini rad qilib, asosiy masala mutlaq ko'p qism Uyg'urlar mustaqillikni xohlamaydi. Intayin ostondagi Uyg'urlar Xinjiangning mustaqilligini masalani hal qilish yo'li deb biladi deb yozgan. U yana Xinjiangdagi yadroliq masala Xinjiangdagi asonliq millatlarning fuqarolik huquqlarining yetarsiz bo'lganligidan deb yozib, Beijing Xinjiang deb atagan Sharq Turkistondagi masalaning yiltizining Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi va mustamlaka qilishidan iborat ekanligini rad qilgan. Undan boshqa Ilham To'xti yozgan maqolalarida va muxbirning ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar milliy avtonomiyani qabul qiladi. Ko'pincha Uyg'urlar Xitoyning Xinjiangga bo'lgan egalik huquqini e'tirof qiladi. Ular faqat haqiqiy oliy avtonomiyani talab qiladi degan xato tashviqotni o'tirg'a qo'ygan. Amaliyotda atalmish milliy avtonomiya Uyg'urlarga majburiy tengilib, dunyoni aldash va Xitoyning ishg'oliyati shundaqla mustamlikasini saqlab qolish uchun o'tirg'a qo'yilgan. Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa turkiy xalqlar Xitoyning ishg'oliyatini rad qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun izchil kurash qilib kelgan. Ilham To'xti Fransiya axborot radiosiga o'xshash nurg'ulg'an axborot vositalarining ziyoratini qabul qilganda,
Xitoy hukumatining Xitoy Uyg'urlarning ana vatani, Uyg'urlarning kelgusi Xitoyda degan tashviqotini texmi kuchaytgan va yanada ilgirlagan holda Uyg'urlar kelgusida Xitoyda yashashni tanlagan ekan, Xitoyning bir butunligini cho'qim saqlash kerak degan. İlham To'xtining bu so'zi Uyg'urlarning ana vatanining Xitoy emas, balki Sharq Turkiston ekanligidan iborat reallikqa zid bo'lib qolmasdan, balki Xitoylarning Sharq Turkistonni davomli ishg'ol qilib olish uchun ko'zbo'yamchilik qilib, kelgusida mayli demokratik davlatga va yoki boshqa shakldagi davlatga aylanib, Sharq Turkistonda davom qildirmoqchi bo'lgan hokimiyatidan qutulib, o'zining erkinligi va mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasiga xiyonat qilganlikdir. İlham To'xti tashabbus qilgan haqiqiy avtonomiya mutlaq ko'p qism Uyg'urlarning qo'llashiga erishmayli qolmadi. Hatto ko'p sondagi chet ellik muxbirlar Uyg'urlar doim Xitoydan ayrilib mustaqil bo'lishni, o'zlarining ayrim davlati bo'lishini talab qiladi degan temada maqolalarni yozdi. Gerçi mustaqillik hareketi mutlaq ko'p qism Uyg'urlarning olqishiga erishgan bo'lsa-mu, Uyg'ur biz to'g'ri Xitoylar bilan Uyg'ur xalqi o'rtasidagi dialogni boshlab, Xitoydan ayrilib chiqishning oldini olish uchun tirishdi. Ba'zilar ahmoqonalik bilan İlham To'xtining mustaqillikni maxfiy qo'llaydiganligini va Xitoyda mustaqillikni tashabbus qilishning bir jinoyat ekanligini, shu sababdan ochiq-oshkora mustaqillik deyolmaydiganligini o'ttirg'a qo'yishidi. Undaqda u nima uchun Xitoyning tashviqotini ochiq-oshkora tashviq qiladi? Buni qilmasimi bo'ladi-ku? Bu fikrgimi bo'pti deyli. Amsa İlham To'xtining qizi Javhar İlham nimishqa Amerikadagi erkin dunyoga berib, mustaqillikni tashabbus qiladigan Uyg'urlarning yoniga kelolmaydi? Mustaqillik harakatiga yaqin gap qilishdan qo'rqadiganligini o'zining yozgan "Chunki men bunda qilishga majbur" degan kitobining 47-betida bu haqda to'xtalib, men Xitoy hukumatining meni ba'zi bir siyosiy harakat bo'lib, mustaqillikni tashabbus qiladigan harakatlar bilan bog'lanishi bor deb ayblashidan qo'rqib, mustaqilchilar bilan oraliq saqlashni xohladim. Dadamni bo'lginchi deb ayblaganlik uchun Amerikadagi bu xil ideyaga ega Uyg'urlar bilan aloqa qilishdan qo'rqaman. Agar mustaqillikni tashabbus qiladigan bir Uyg'ur yanimga kelsa, u chaqda men qandoq qilaman deb yozdi. U yana o'zining bo'lginchi deb atilishidan ansirab, vatanimizning haqiqiy ismi Sharq Turkistonni deyishdan o'zini qochiradiganligini tushuntirib, kitobining 49-betida agar men tasodifiylik bilan Sharq Turkiston degan nomni biror suhbat jarayonida ishlatib qolsam, u chaqda Xitoy hukumati uni burumlab, qarang, u bir bo'lginchi deb ayblab ishlatishi mumkin deb yozdi. Agar İlham To'xti mustaqillikni maxfiy qo'llagan bo'lsa, u qiziga Amerikaga bexatar qochib chiqqandan keyin mustaqillikni tashabbus qilishni va mustaqillikni tashabbus qilguvchilar bilan hamkorlashishni o'rgatgan bo'ladi. Ammo Javharning nurg'ulg'an ziyoratlari, nutqlari va o'zining kitobida aks ettirilganlardan shu reallik ma'lumki, dadasi uningga siyosatdan yiroq turishni buyurgan. Javhar Xitoy hukumatini bearam qilgan har qanday ishni qilib selishdan ansirgan. Dadasi va boshqalardeklar Javhar dadasining azaldan mustaqillikni tashabbus qilmaydiganligini takror bayon qilgan. Hatto nutqlarining oz degandimi birida o'zini Junguluq Uyg'ur deb tasvirlagan. Bu uning "Chunki men bunda qilishga majbur" degan kitobining 131-betida yozilgan. Nima uchun atalmish Xitoyning Xinjiangga bo'lgan egilik huquqi degan hukmini qabul qilgan? Ya'ni Uyg'urlarning kelgusida Xitoy bilan teng yashashni tasavvur qilgan Uyg'urlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish orzusini atalmish bo'lginchilik deb qaralab, Xitoy hukmronligi ostida xorinayotgan o'zining millatiga Xitoy davlatining birligini qo'g'dash uchun chaqiriq qilgan İlham To'xti to'satdan mustaqillikni tashabbus qiladigan milliy qahramon deb ta'riflandi. İlham To'xti Uyg'ur biz to'r bekitining maqsadi haqida har qanday mustaqillikni tashabbus qiladigan bo'lginchi va ya mas'uliyatsizlik bilan o't qo'yurg'ulik qiladigan yozmalarni cheklaymiz. Uning o'rniga Uyg'urlar bilan Xanzular o'rtasidagi dialogni ilgari suradigan mazmunlarni tashabbus qilamiz degan. İlham To'xtining barliq bayonlari, yozmalari, ziyoratlar va harakatlarida uning mustaqillikni tashabbus qilmaganligi aniq ko'rinib turibdi. Dalay Lama va Tibet surgundi hukumati Tibet mustaqilligidan voz kechganligi va Xitoyning haqiqiy maydonini bilmaganligi tufaylidan tanqidlangan va İlham To'xti bilan keng doirada fikr almashtirgan dаңlıq Tibetshunos professor Eliot Sperling Uyg'urlardagi ochiq-oshkora fikr yurgizgan shaxslar ichida İlham To'xti mustaqillikni tashabbus qilmaydigan osonliqlarning biri. Uning mustaqillik tashkilotlari bilan bog'lanishi yo'q degan.
İlham To'xti o'zlarini Junguluq Uyg'ur deb ataydigan, haqiqiy avtonomiya izlaydigan va Xitoyning Shinjongga bo'lgan egilik huquqidan iborat yolg'on hukmni qabul qilgan osondagi Uyg'urlar tarafidan milliy qahramon deb ta'riflangan bo'lsa-mu, uning mustaqillikqa zid bo'lgan ta'lim, tarbiya va prinsipining Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirib, Xitoyning mustamlikasi, zulmi va ishg'oliyatidan qutulishiga tashna bo'lgan mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning maydoni bilan farqi ro'shan ko'rinib turibdi. O'qimishliqlar sepidagi nupuzga tayinib tasmaliq shalg'utliq tutumini bozor topqizish bilan yoshirin oldagi royish fuqarolik sepiga o'tish hodisalari millat istiqboli uchun elib aytganda ichidan xuratquchi vaboliq jihatdan farqsiz tutum, ijtimoiy illat va marazliklar jumlasidandir. Agar bu tür illat va zihniy marazliklar asoratlik davrlarda normallik bilingan, ammo bugünkidek surgundi, qo'g'landi, qochqin va musofirlikda sarson yashashga majbur qilish tufayli masalaning binormalligi uqilgan turibmi, yuqorqidek binormallikqa to'lgan illatlarimiz qaytadan tirilmaydiganga o'jiqish o'rniga adashga qarab ketayotgan bo'lsa, bu bizning hilam tangri qamchisidan silkinishni bilmasdan zulmga oshna bo'lishni davomlashtirayotganligimizni, angsizligimizga qaratib tekkizilgan uqubat qamchilarini yeb turibmi, angliqlashishni ichimizdan rad qiladigan xohishga ega bo'lib kelayotganligimizni tushundirdi. Shundoqla mazlumlikdan iborat tajovuzchi zolimga qarshi har turli qarshilik vositalarini ishlab chiqarish engimizni harakatdan to'xtatishga elib bordi. Hamda mazlumlik suhbatimizda harakat va qarshilik qilishda vosita tanlamaslik imtiyozlariga ega bo'lishimiz qaramay, qahramonlarcha yashash imtiyozi va salohiyatini cho'rib tashlayotganligimizni, qisqasi zolimning qo'lida halok bo'lishga moyillik ichida ketayotganligimizni, haqqa kelganda bo'yin to'lg'ashga, mustamlikachiga kelganda uningdan shafqat kutib parda orqasida nomaqullik ko'zini qisishga tayyor holatda ekanligimizni tushuntirib berdi. Acaba bu ahvollar qayerga changa solsa, shu changisida o'linishni kutib yotadigan, o'ljaga aylanib kun kechirishni qurtulish biladigan, dushmaniga bo'lgan qarshilikni abadiylashtirish botironlikdan ko'ra o'sida ko'payib sesib yo'qolishni a'lo biladigan manqurtlikning ifodalari bo'lmay nima? Burhan Muhammadning Baturluq va sesib yo'qolish orasida tanlash nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.